Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Biz oldingi son programmamizda suluq yerlar va Xinjiangdagi Manas davlatlik suluq yer bog'chisining ahvoli va taraqqiyoti to'g'risida tushunchaga ega bo'lgan edik. Undaqda bu mazmunlarning davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Suluq yerlar dunyoning har qaysi joylariga keng ko'lamda tarqalgan. Yer sharidagi jonliqlarning ko'p qismi ana shu suluq yerlarga makonlashgan. Suluq yerlarning kelgunga taqobil turish, aqllarni tangshash, bulg'inishni tizginlash, mahallaviy klimatni tangshash va muhitni go'zallashtirish qatorliq jihatlarda intayin muhim rol bor. Suluq yerlardagi havoning namligi bilan o'l yig'in miqdori atrofdagi rayonlardan yuqori ham muqim bo'ladi. Shunga bu joylar buzg'unchilikka uchrasa, klimatning keng ko'lamlik, normalsiz o'zgarishi kelib chiqadi. Endi bu suluq yerlar shu havoni saqlashtiradi. Yaqinlarni tengshaydi. Temperaturani tengshaydi tarafini oshirdi. Onun ustiga nurg'unlagan qushlarningki ko'payadigan, qishdan o'tadigan, undan keyin bu ham yil qushlarningki azroq bir mezgil turib oladigan bir makon bilan ta'minlab berdi. Shunga bu suluq yerlarning rolini odatda to'g'ri qilib bo'lmaydi. Endi bu suluq yerlar Bayqa o'xshash o'zining bir moncha rollardan boshqa bizden bo'lgan sularımız mushu suluq yerga yig'ilgandan keyin uning zaharlik darajasini tövəndib o'zligidan. Bunda nurg'unlagan jonliqlar bo'ladi, o'zaro nurg'unlagan reaksiyalar bo'ladi deymiz. Undan keyin biz nurg'unlagan suv qo'ygan vaqtida, sug'urgan vaqtida nurg'unlagan ba'zi bir bizning ximiyalik dorilarimiz yoki o'g'itlarimiz yana bu yerga kelib toplanadi. Sababi bu suluq yer. Demak, buni qaytadan bu suv o'zligidan onun zaharlik darajasini tövən düşürüb, intayin bir sap yaxşı suğa aylandırdı. Şu atrafı nisbeten meyli temperatura olsun, meyli nemlik olsun, bunun hamısı da bu təngşəb turduğan bir alayidiligi var. Bundan başqa kelkun keldi deyirkemiz, kelkun kelse aldı bilen malı tanıp bolğan degen esip ketkeni ana keyin mağda. Şu an suluq yerdə kelkuni təngşəydi. Endi biz to'yan taraflarda suv qambab qolgan vaqtida buningki bir qismi suvdan apirib ishlatishga bo'ldi. Şunalqa qurg'oqchilikning oldini olish, yo'lchilikning oldini olish buni odatda buning qimmatini buni ekologiyalik sistemaning mulozimati deymiz. Suluq yerlar daryo va dengiz qirg'oqlarini qo'g'daydi. Shundaqla bo'rondan mudofialanib, eroziyalashning oldini olish rolini o'ynaydi. Suluq yerlar zaharlik moddalarni va bulg'anmalarni taslaydi. Suluq yerlar yana oziqliq moddalarni saqlaydi va to'playdi. Eqin sular suluq yerlardan eqib o'tganda oziqliq moddalarni suluq yerlardagi yepinchi o'simliklar so'mirib oladi va yig'ib oladi yoki loyliq qavatlar saqlab qoladi. Hammamizga ma'lumki, shu ekologik sistema birlamchi ishlab chiqaruvchilar, sarf qiluvchilar va
parçalıqçılardan təşkil tapıdı. Ekologik sistemada yipinci ösümlüklər birləmçi işləp çıxarışlar bu hesablandı. Onda olsa şu yipinci ösümlüklərinin roli və təsirini sal qaraş qoymaydı. Bizga bugun şu yipinci ösümlüklərinin roli və təsir doğrusida azraq so'zlab bersangiz. Bo'ladi. O'simliklar yer sharida yo'q vaqtda atmosferanın tarkibidagi karbon tutuvchi miqdori 98% bo'lgan ekan. Undan keyin metan gazi deymiz. O vaqtda oksigen bo'lmagan keyingi mezgilda o'simliklar xlorofil bilan quyosh nurini birlashtirib o'zining badaniga aylantirib karbon suluq birikma qilib o'simlik dunyosini barliqqa keltirdi. Bu jarayonda chiqargan oksigen biz nafaslanadigan öpkülük hayvanlama barliqqa keldi. Andan keyin bu oksigen 85 kilometr doirasida bir xil ozon qavatini shakllantirib quyoshdan ultraviyoletsiyani suzib qoldi. Shuning bilan yer sharida jonliqlarning qaynab toshgan ashunday bir dunyoga aylandi. Yer sharida ekologik sistemada shu o'simlik birlamchi ishlab chiqaruvchi deymiz. Şu o'simlikning shu jarayoni odatda shu yer sharini butun o'zgartirdi deb qarashga bo'ladi. Ekologik sistemadagi o'simlikimiz birlamchi ishlab chiqaruvchi dedik. Shu birlamchi ishlab chiqaruvchi bo'lgandan keyin, andan keyin shu hayvonotlar, o'simliklar, qushqochlar, kepeniklar deganlar hammasi shu o'simlikdan yana ayrib bir-birini yeb, bir-biri bilan munosabatlik shunday bir oziqlanish zanjirini keltirib chiqargan. Buning ichida biz birisi uzilib qolgan bo'lsa, andan keyin aning kuchandisi ko'paydi, meni yeydigan aziydi deganga o'xshash buzilgan bo'ldi. Bu ekologik sistemni biz buzilgan ekologik sistem deymiz. Avayqa jonivorlarning turi qanchalik ko'p bo'lsa, bu ekologik sistema shunchalik mukammal, shunchalik tap-tang holatni saqlagan bir ekologik sistem bo'ladi. Shu yerda o'simliklarning roli faqat boshqa odamlar emas, butun jonivor hayvonlarga nisbatan ularni makon bilan ta'minlaydi, oziqlik bilan ta'minlaydi. Oziqlik zanjiri aylanib turdi. Shuning bilan mukammal bir ekologik sistemani tuzishda shu o'simlikning roli intayin muhim. Hamda bu o'simlik bo'lmagan bo'lsa, yer sharida hech qanday ekologik sistema mavjud bo'lmagan emas. Unda bo'lsa ekologik sistemada o'simlikning o'ynaydigan roli intayin cho'ng. Buni biz ekologik sistemaning mulozimati deb ataymiz. Manas suluq yer baxtsidagi boshqurish o'rni fanni umumlashtirish jihatda dunyoviy suluq yerlar kuni, dunyoviy muhit kuni, qushlarni asrash haftaligi, yovvoyi jonliqlarni qo'g'dash tashviqot ayi qatorliq faoliyatlar bilan birlashtirib, suluq yerlarning tabiatga rolini kishilarga obdan tonutish bilan birlashtirib, har qaysi taratqularda 120 qatimdan ortiq tashviqot berib, suluq yerlarning tabiatga rolini kishilarga obdan tonutdi. 2014-yili 5-oydan boshlab Manas suluq yer bog'chisi hayvonot o'simlik avrishki ko'rgazmaxonasi sirtqa butunlay echib o'tildi. 234 xil hayvonot avrishkisini ko'rgazmaga qo'ydi. Bundan boshqa yana 471 xil o'simlik avrishkisi bor. Ta hozirgacha bu ko'rgazma zali 10 mingdan ortiq ekskursiyachining kutib oldi. Suluq yerlar murakkab ekologiyalik sistemasi, mo'l o'simlik turkumi, qimmatli bo'lgan e'tiborli hayvonlar bilan mayli tabiiy fan yoki ijtimoiy fan o'qitish tadqiqotida bo'lsin, intayin muhim ahamiyatga ega. Ba'zi suluq yerlarda qimmatli tarixiy madaniyat yodgorliklari va iznalarmu saqlanmoqda.马斯国家湿地公园展馆主要是以环境教育示范基地和那个 Manas suluq yer bog'chisining ko'rgazma zali sirtqa ichitilgan bo'lib, yaxshi bo'lgan o'qitish va mashq bazasi bo'lib hisoblanadi. Bu joyda Sanji va Shixanzi universitetidagi o'quvchilarni muhit asrash va suluq yerlarga bo'lgan tushunchaga ega qilish uchun tashviq tarbiya ilib berildi.
O'quvchilardan boshqa ba'zi idora organlarmi muhit asrash tarbiyasi va fanni umumlashtirish tashviqotini elib berish uchun xizmatchilarni bizning ko'rgazma zolimizga elib keladi. Suluq yer rayonida biz ismini biladigan, biroq ko'zimiz bilan ko'rolmaydigan ba'zi hayvonot va qushlar bor. Chunki ba'zi hayvonotlar odamlarni ko'rsa yo'shirinib oladi. Shunga suluq yer bog'chisini bakarak tushunmoqchi bo'lganlar ko'rgazma zalini ekskursiya qilsa, aniq va to'liq tushunchaga ega bo'la oladi. Tabiati qo'g'diladigan rayonlarning rolini joriy qildirish ekologiya tangpunligini saqlashda intayin muhim ahamiyatga ega. Hozirga qadar avtonom rayonimizda 23 tabiiyligi qo'g'diladigan rayon qurildi. Bularning hammasida o'xshash bo'lmagan doirada suluq yer mavjud. Bularning ichida 7si maxsus suluq yer tipidagi qo'g'diladigan rayon bo'lib hisoblanadi. Shunga qo'g'diladigan rayonlarni boshqarishni kuchaytirish, ularning rolini joriy qildirish to'liq zarur. Bu kishi Manas davlatlik suluq yer bog'chisining xizmatchisi Liu Yongjun bo'lib, u kundalik xizmat tartibi bo'yicha xizmatdoshlari bilan birga suluq yer bog'chisini kunda muhofazat qiladi. Suluq rayonining tabiiyligining buzilib ketmasligi uchun sirtning mashinalarini kirgizmaydi. Shu rayondagi qushlarning ahvolini vaqti-vaqtidan kuzatib, ularning bexatarligini qo'g'daydi. Biz xizmatchi xodimlar kuniga 5 qitim suluq yer bog'chisini aylanib charlaymiz. Chunki bizning bu suluq yer bog'chimizda yovvoyi hayvonlar bir qadar ko'proq. Odamlarning ularni ovlab zaxmlantirishidan va ularning tuxumini o'g'irlab ketishining oldini olish uchun charlashni bir qadar kuchaytiramiz. Uningdan boshqa atrofdagi dehqonlarning mol chorvalarining o'simliklar rayoniga kirib elib, o'simliklarni o't-cho'plarni yeb, buzib yetishidan saqlanish uchun mol chorvalarni bu joyga kirgizmaymiz. Yana suluq yerlarga maynat paskini sularning kirib elib, suluq yerning muhitini bulg'ab etmasligi uchun suv manbasi bor joylarni yaxshi qo'g'dab, pokis bo'lishiga kafolat qilamiz. Ilgari Manas davlatlik suluq yer bog'chisining atrofidagi yerlarning haddidan ortiq echilishi va qalaymaqan hayvonlarni ovlash qilmishlari shu rayonning ekologiyasiga og'ir darajada ta'sir yetkazgan edi. Şinjan Uyghur Avtonom rayoni qurilgan 60 yildan buyon har darajalik partiya hukumat o'rinlarining ko'ngil bo'lishi va qonun tuzumlarining mukammallashishiga ergishib, avtonom rayonimizning ekologiyasida zo'r o'zgarishlar barliqqa keldi. Manas davlatlik suluq yer bog'chisi davlat darajalik boshqariladigan rayon bo'lib tasdiqlangandan keyin bu rayonning boshqarilishi texmo kuchaytirilib, ekologik muhiti zo'r darajada yaxshilangashqa bir qism qimmatli o'simliklarning va qo'g'diladigan hayvonlarning jannatiga aylandi. Manas davlatlik suluq yer qo'g'dash rayonimiz qo'g'dash jihatda omma bilan teng hamkorlashib qo'g'didi. Naimiz dehqonlarga muhit asrash to'liqlama puli tarqatib berdi. Hozir naimizdagi dehqonlarmi biz bilan teng hamkorlashib, muhit asrash ishlariga ko'p kuch chiqardi. Manas naimiz suluq yerni qo'g'dash uchun ekologik o'zgartishni yo'l qo'yib, bo'lg'umi paydo qiladigan korxonalarni taqoyitib qolmasdan, yana chorvachilikdan suluq yerga qaytirishni yo'l qo'yib, 100 ming modan ortiq suluq yerni asliga keltirdi. Bu tür yo'l qo'yilgandan keyin Xinjiangning suluq yerlarini qo'g'dash va boshqarish xizmati kuchlik ilgari surildi. Suluq yerlardagi qisman joylarning tariyish, chekinish ahvollari unumli tizginlandi. Suluq yerlardagi hayvonlar, o'simliklar va jonliqlarning ko'p xilligi asliga keltirildi. Suluq yerning ekologik muhiti tadrijiy yaxshilanib, yerlikning ekologiya sistemasi yaxshilanib, yerlikning ekologiya sistemasi sifatli aylanishi iziga tushdi. 4 yillik tirish natijasida Manas suluq yeridagi har bir tub gulgiya, har bir tal o't-cho'p, qumush va qushlar Manas nahisasiga o'sin qo'shdi. Endi biz o'zimizning burunqi an'anaviy turmush usulimizdagi shu ko'katishga ko'ngil bo'ladigan, biz barang soladigan, qushlarni qo'g'daydigan xilma-xil faoliyatlarimiz bo'lgan. Endi buni bizga kelgusidagi shu baldirarimizga kuchaytirsak, muhitni qo'g'dashni
kuchaysak shu tashviqot qurollarining roli intayin cho'ng. Agar shunday qilgan bo'lsak, biz sir taraqqiy qilgan bo'lamiz. Bizning kelgusidagi avlodlarimiz bizni tilmaydigan bo'ladi. Ko'lning yerini ko'lga qaytirish, o'rmon o'tloqning yerlarini o'ziga qaytirish siyosatini qat'iy ijro qilishimiz. Hergizmi bu ishlarni hukumat o'rinlarining qiladigan ishi deb o'ylamasdan, keng xalq ommasimi bir tarafdan kuch, yana bir tarafdan qo'g'dash va asrashni chin tutib, go'zal bo'lgan yurt makonimizni qurib chiqishimiz kerak. Ekologiyalik madaniyat tabiat bilan kurash qilib, tabiatni bo'ysundirish bo'lmasdan, balki tabiat bilan yiqilishib, tabiatni asrab va qo'g'dab, makonimizning tog' daryolarining go'zal, havosi saf, suvi pokiz, muhiti bulg'anmagan, tuproqqa munbasimini yeshillikqa, purkanga bo'lishiga kapolatlik qilish bilan birga tabiiy muhitning tadrijiy asli kelishiga fursat yaratishdir. Shunglashqa ekologiyalik muhitni asrash, qo'g'dash, muhit bulg'anishning oldini olish hammamizning bir kishilik mas'uliyati. Çünki insanların faqat birli yer şarsı var. Bu yerde bizle emas, kelgüsü avlodlarning haqqi var albatta. Tabiatning insonlarga ato qilgan ne'matlaridan planliq, tartiblik foydalanib, xalqning boylik tejash engi, muhit asrash engi va ekologiya engini o'stirib, go'zal yurt makon qurib chiqish har darajalik partiya, hukumat o'rinlarining ishi bo'lib qolmasdan, balki butkul jamiyatning o'rtaq majburiyati. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.